Qabziyatda faqat ich suruvchi dorilarga ishonib qolmang. Avval organizmning tabiiy mexanizmlarini ishga tushiring. Quyidagi tavsiyalarni bajaring. Birinchisi, ertalab uyg'onganingizda 200 ml suv iching. Va ikkinchisi, albatta nonushta qiling. Ertalab yig'ilgan o't suyuqligini ichaklarga chiqarishimiz kerak. Buning uchun ertalab qisman yog'li yeguliklar yeyish kerak. Va albatta kechqurun juda ko'p miqdorda ovqatlanib, ertasi kuni ertalab ishtaha bo'g'iladigan darajada ovqatlanish kerak emas. Uchinchisi, yeguliklarimiz tarkibida doimiy kletchatka bo'lishi kerak. Kletchatka bu nima? Kletchatka bu o'simliklarning hali yog'ochlanmagan tolalari. Bu nima uchun kerak? Biz yegan ovqatlarimizni bir qismi badanimizga so'riladi, bir qismi so'rilmasdan ichaklar ichida qoladi. So'riladiganlari sut mahsulotlari, go'sht mahsulotlari, oq qon mahsulotlari, shirinliklar, bular katta qismi so'riladi. Bular ichakni birinchi qismlarida so'rilib, oxirgi qismida axlat massa paydo bo'lmasligiga olib keladi va o'z-o'zidan kuniga bir marta ichki kemaslikka olib keladi. Ya'ni qabziyatga moyilligini oshiradi. Shuning uchun ratsionimizning tarkibida 30-40% salatlar, mevalar, ko'katlar, har xil tolali kletchatka bo'lishi tavsiya etiladi. Kimga qabziyat to'g'risida men yozgan qo'llanma kerak bo'lsa, meni o'zimga Telegram orqali yozishlaringiz mumkin.